Hamma tumanning o'zini sitisi bo'lganda, bugun biz Olmazor sitiga tashrif buyurdik. Uyi ko'rsatishdan oldin bu yerdagi atmosferani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Uyingizdan tushganingizda bu sharoitlarga alohida baho berib o'tasizlar. Yam-yashil zonasi bor, besetka bor, favvoralari bor. Avtoturargoh uchun podvalda hamda tashqi tomonda bemalol stoyankasi bor. 24/7 qo'riqlash xizmati. Bu hammasini bo'lsa Olmazor City sizlarga taqdim qilib o'tadi. Endi navbat bo'lsa, sotilayotgan xonadonni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib keldi. 3 xona, 81 kvadrat. Asosiy eshikdan kirdinglar, o'ng qo'lda stroyniy mebel, hamma sharoitlari to'liq qilingan. Remontlariga alohida bitta baho berib o'tasizlar. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Bu zal, alohida o'zini divan zonasi, TV zonasi, barcha sharoitlari to'liq qilingan. Teplый pol, radiator, qo'shimcha konditsionerlar yordamida isitiladi. Oshxonani bitta ko'rasizlar. Mebel, texnik jihozlar qilingan, balkoni bor. Nonushta qilib o'tirish uchun sharoitlari ham bor. Bu yerdan alohida hojatxonaga hamda alohida yuvinish xonasiga o'tsanglar bo'ladi. Ikkita alohida spalniya, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizda mebel texnikalari qo'yilgan hamda so'nggi xonamizda yana bitta spalniya. Bu yerda o'zini garderob xonasi hamda katta mягкий zona, ya'ni bemalol yotish uchun sharoitlari bor. Pastda bo'lsa joyiga raqamini qoldiramiz. Narxlari bo'yicha batafsil ma'lumotni pastdagi raqamlar orqali olsanglar bo'ladi.